Hammaga salom yana men futboldaman. Bugun yana sizlar bilan bir qiziq futbol bo'ladi. Real Madridga qarshi Barcelona. Amonta Boys'ni tanisizlarmi? O'zbek klubi. Amonta Boys ya'ni bugun 22 soat avval yangi video qo'ydi. Endi ko'rib bo'lganlarmi bilmayman, hozir yaqinda ko'rib bo'ldim. Zo'r chiqdi. Biz Barsaga qarshi o'ynashimizdan oldin ko'rishinglarni tavsiya beraman. Men Amonta Boys'dan to'g'risini hozir aytsam qiziq qolmaydi, shuning uchun o'zingizlar kirib eng oxirgi videosini ko'rib chiqishinglarni maslahat beraman. Xo'p. Video cho'zilib ketishini xohlayman va bugun o'yin tugaguncha agar shu o'yinda Barselonani men 5-0 yuta oladigan bo'lsam, sizlar videoga faqatgina like bilan obuna bosib qo'ysanglar bo'ldi. Qani ko'ramiz, bugun men hozir minutlarda 5-0 yuta olaman. Voy. Agar 5-0 yutmasam, misol uchun 5-1 bo'lib qolsa ham men roziman like bosib obuna bo'lmasligiga. Xohlasanglar obuna bo'lib like bosib turinglar. Lekin misol uchun uramay qolsam 5-0 ga misol uchun yuta olmasam, majburiy emas, lekin majburiy obuna va like bosish. Xo'p, Valverde, Bellingham, Chouameni, Rodrigo, qani Arda Güler buni chiqarib turamiz. Rodrigo uchadi, Mbappe o'rtada, Halson shotda, Carrera shotda, Courtois shotda, o'yin. Hamma himoyachilar, hammasi Rashida, hamma to'g'ri. Gol ketdi endi. Valverde'dan shu safda salgina yo'roq qo'ysamda. Ko'ramiz 5-0 yuta olibmi? Voy. O'rtalar reklama tuguncha. Demoqchi edim, o'sha tez tugadi. Aytgancha Wi-Fi o'chirib qo'yinglar, voy. Wi-Fi o'chirib qo'ymasak qotadi. Biz ularni ko'rish shart emas. Video cho'zilib ketadi. Hop, Mbappe bo'ldi. Pas ber. G'alati o'ynayapti deb o'ylamanglar, 0-0 shotda. Oxirgacha ko'rsanglar bilasizlar. Boshlandi birinchi hujum Real Madrid. Gol. Bitta do'ji 5-gol. Mas birinchi gol. Gol ko'ringlar. Mbappe aldadi. Urdi. Varatachidan hayron, to'p qayoqda deb. Bo'limi? Da to'p. Olib qo'ydi. Mana bunaqasiga. Olib qo'ydi. Rodrigo. Fintlar. Gol. Like bilan obunani bosib qo'ysangiz ham bo'ladi o'rtoqlar. Qani ko'ramiz, bir hafta ichida men 250 ta bo'la olamanmi? Mana shu videodan keyin yana mana shu videomiz 50 ta like yig'a oladimi? Mani kanalimda уже 210 ta bo'ldik. Opa, voy azizgina udarroq berib Vinicius, gol. O'zini balandlik qilyapti menga og'zi. Lekin sizlarga eshitsin. To'g'ri to'pganiga nol boshlandi. Voy, ko'tarmoqchi edimmi? Rodrigo. Gol. Fint qilmoqchi edim oxirida. Qo'ydim-da, Abdurahmon, qo'ydim-da. Otaman bilan oldinglar. Men otam Abdurahmon, xo'p. Endi qo'y Abdurahmon. Chota yuragi ham shotda ham fint qilaman. Hop qo'yishni sal qoldi. Voy, gol 5-0 уже demoqchi edim. 4-0. Barsachilar bu videoni ko'rish kerak ayniqsa. Endi bu oddiy o'yinda. Okay, siz zo'r o'ynarkansiz degan gaplar bo'lmasin. Kallaga.
Voy, Mbappe olish kerak edi bularni. Son baby. Pak. Tat. Pak. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Shotlardan o'tib ketdi-yu. Oyoq orasidan 5 minut. Shotni o'zgartiramiz, mayli. 7-0 endi. Lekin endi 7-0 misol uchun bo'la olmay qolsa ham baribir obuna bilan like bosashlar. Chunki men va'damda turdim, 5-0 qilib beraman. Sizlar ham va'dalar turinglar. Like bilan obuna. Va shu tariqada kommentga ham yozib olinglar. Qaysi bir Real bilan Barsani nechun shot qilib bering. Misol uchun endi 6-5 desanglar, misol uchun Realda 5, Barsada 6 desam, Barsa cho'chamay gol urolmaydi 6 ta. Shuning uchun misol uchun shunaqa deb qo'ysanglar, shunaqasini chiqarib bersam ham, misol uchun o'zim foraga berib o'ynagan bo'laman unda. Barsaga gol urishga oson qilib. Bu vaziyatda hozir Jude Halson yo'lda, Rodrigo bitta tepsam. Rodrigo yaxshi. Ozgina sizlar chalib qolmam. Voy, nima bermadi pas? Voy, tiqilyapti. Voy, Mbappe. Altino. Shuna pasdan nima qilib flut etib, Yamalli golga o'xshadi. Bir marta nechida shot? 5-2 midi? Yo, 3-2 dedi desam. Mamutdan men joy kelganda, o'shanda Mamutdan o'tib ketgan edi. Burchiga tepgan o'zim Yamallam. Men to'snasan Realchiman. Bilmasanglar qo'yinglar, 6-0. Mbappe o'zi 5 daqiqadan gol urdi. Zamin qilamiz hozir kimdir. Yoqmayapti shu. Boshqa o'yinchilarni tutsin. Zamin qo'ramiz. Zuamini edimmi? Hop. Arda Güler topamiz yoki Rodrigermi? Rodriger qoramashi. Mamutdan yaxshi o'ynaydi lekin. 81. Noza asosan mashqga qo'ysa arziydi. Bo'rad 86. Zuamini uncha bo'lmayapti, cho'ta chichoryapti-da. Rodriger ancha xavfli o'yinchi. Carvajal demoqchi edim, men ham jinnilik o'xshab. Jinniligim tutib gol! Burchaga tepganim men ham. 8 minut bo'ldi. Rodrigerga Zuamini almashdi. Zuamini deydimi? To'liqini kommentariyaga yozib qo'yasiz o'zingizlar. Cho'ta. O, mana zo'r vaziyat. Gol. 8 minut bo'ldi. Umid qilaman YouTube bu videoni qo'yishga ruxsat beradi. Menda adashmasam 14 minutlik videolar ham bor, demak YouTube ruxsat beradi bu videoni qo'yishga. Da YouTube qo'yganingizdan keyin ko'proq ish qilishingizga to'g'ri keladi. Aylantirib gol bo'lgandami? 8-0. Gol. Mayli, endi sizlar fori. Endi 10 ta gol ketishim kerak bu endi. Endi shot o'zgartiramiz. 5-0dan 10-0 bo'lib ketadi demak. Agar shu o'yinda men 10 ta gol qila olmasam, like bilan obuna bo'lishingiz shart emas. 10 ta gol. Endi aniq like bilan obuna bo'lishingiz kerak. Endi men boshqa hisob o'zgartirmayman. Like bilan obuna bo'lasizlar, lekin men hozir endi bu shot bilan men baribir 0 ga tushim kerak. Gol. Voy! Shunda oldidan u Mamutda. Kallaga. Udar yaxshi chiqdi. Ushlamaganda, ammo zo'r bo'ladi. Ushaganda ketidan yugurardi.
Kamikaze'dan atayapti mana shunaqa qilib o'ynayman men ozgina fora berib. Voy, mana bizdan emas ekan. Потеря мяча. Попытался сделать сквозную передачу. O'ynashyaptimi bular? Пропущенный. Men ko'tarilmayapti. Valverde gol. Gol. Shu o'yinga Valverde otini qo'shib ketdi-ya. 11-0. Bizda esa o'sha videomiz 11-daqiqalar yantisi bo'ladi. Проведение мяча вперед. Yana ozgina kutsanglar videom tugaydi. Пропущенный. Rodrigezga bu safar imkoniyat bor. Comeback bo'lishi mumkin. Rodrigez ham gol urishi mumkin, lekin Sashatiga qaytadi. Позиция сзади. Gol. Aylantirib 12-0. Endi sizlar qo'linglarni aylantirib obuna bilan like bomba qilsanglar, xudo xolisa keyin safar necha bo'lishini ham yutib qo'yasizlar. O'rtoqlar oxirida Varataris ushamay qo'yuvdi, qo'lidan chiqib ketdimi? Shtanga. Bo'ldi, gol bo'lardi. O'rtoqlar men shunaqa yutdim. Videoni ko'p ushlab o'tirishdan foyda yo'q. O'sha video bir tayyor bo'ladi.